Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz navbatdagi video yo'riqnoma bilan ulashmoqchimiz. Bu safar demak bolani maktabgacha ta'lim muassasasiga, ya'ni bog'chaga joylashtirish masalasida yo'riqnoma qilmoqchimiz. Demak, odatdagidek MyGov o'z ilovasi orqali o'tamiz. Shundan so'ng demak xizmatlar bo'limi orqali oila va bolalar yo'nalishi orqali bizga kerak bo'ladigani bolani bog'chaga joylashtirish masalasi bo'ladi. Xo'sh, xizmat bepul amalga oshiriladi avtomatik tarzda va biror xil hujjat talab qilinmaydi. Demak, shundan so'ng xizmatdan foydalanish qildik. Keyingi o'yinda bizga navbatga qo'yish va farzandimizni tanlash imkoniyati mavjud. Bu yerda agar kim boshqa farzandingizni joylashtirish masalasi bo'lsa, o'sha farzandingizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu avtomatik tarzda farzandingiz bu yerda aks etadi. Shundan so'ng maktabgacha ta'lim muassasasini tanlashimiz zarur. O'zimizni hududimizda joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotini to'g'ri tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, shuningdek davlat xususiy sherikchilik asosidagi va oilaviy bog'chalar ham demak familiyalarni demak aks etgan. Shu uyimiz o'zimizga qulay bo'lgan manzilda joylashgan, demak davlat yoki davlat xususiy sherikchilik asosida yoki deylik oilaviy bog'chalarni tanlab olamiz. Shundan so'ng demak bu yerda aynan guruh sig'imiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Aynan qaysi guruhda o'rin bor yoki bolangizni yoshi aynan o'sha guruhga mos bo'lishi kerak. Demak, guruh sig'imi va guruhdagi bolalar soni ko'rib turganingizdek aks etgan. Demak, kichik guruhga bolani joylashtirish masalasini qo'ydik. Ana guruh sig'imi 30 ta ekan, 13 ta bolalar tarbiyalanayotgan ekan. Shundan so'ng yuborish tugmasini bosamiz. Demak, ko'rib turganingizdek avtomatik tarzda biz bolamizni o'sha bog'chaga joylashtirish bo'yicha murojaatimiz jo'natildi va buni keyin hozirgi holatda jarayonda to'xtabdi murojaatimiz. Aynan arizalarim bandidan agarki bizga yo'llanma berilgan holatda bu yerda yuklab olish imkoniyati bo'ladi va shu yo'llanma bilan o'sha aynan o'zimiz tanlagan maktabgacha ta'lim muassasasiga borib shu yo'llanmani taqdim etishimiz kerak bo'ladi. Yo'riqnomamiz yoqqan bo'lsa, like bosing, qo'llab-quvvatlang. Agar keyingi videolarni o'tkazmagay desangiz, demak aynan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Keyingi kontentlarimiz bundan da qiziqarliroq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.